Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Qadrli Pidayla ekranınki ko'rmanlari hammalarninki ro'za Ramazonlar muborak bo'lsin. Mushu vaqtinglar bo'ludiki, vaqtinglar har vaqtinglar xushallikqa to'lsin. Bugungi Qur'ondan nazar programmamizninki 89-qismi monopol qilingan til degan temaga keldik. Assalomu alaykum ustoz, assalomu alaykum Ahmedjon qarindishimiz. Hamma yaxshi turdingmi? Aleyküm esselam ve rahmetullah. Qanday ahvallar yetishmatullama? Yaxshi. Bugun shu monopol qilingan til degan endi haq monopol bak jiq bo'lib ketdimi dedi, lekin shunda bo'lsa-mu bak jiq narsamiz monopol qilinibdi ekan. Bugun endi shu tilga keldik. Qisqacha bir nimasini o'qib o'tay. Monopol qilingan tilda til kishilik aloqadagi muhim qurol. O bir millatning milliy kimligini belgilaydigan omillardan biri. Shundaqla bir millatning saposi, madaniyati va kültürünün qimmatini namoyon qiladigan omillardir. Ammo til xususiyat va alohidlik jihatdan asosan o'xshashdir. Uni farqlantirayotgani ishlatguchi, hokimiyat va xalqning quvvatidir. Ammo Uyg'ur jamiyatida tillarga farqli qarashlar mavjud. Bo'libmi, arab tiliga nisbatan favqulodda ulug'lash odatga aylangan. Arabcha yozilgan bir parchani ko'rsa, Qur'onga o'xshatib maxsus dafni qiladigan, dastlab qolmasin deb ehtiyot qiladigan darajada sezgur. Shundaqla ko'nlarda arab tili shikar til, faris tili hasal til, turkiy tili hunar til deydigan maqol tamsilmi bor. Bugungi chunki bu tillar tarixda ana shunday baholarga munosib rollarni o'ynagan. Lekin bugun ishlar boshqacha. Ammo xalqimiz yana shu ko'ni tushunchalarning asoratidan bo'g'ilmoqda, qutulolmayapti. Bo'libmi, arab tilini dinning fojisi va hatto qiyomat kunidagi Alloh tili deydigan, ya'ni jannat tili deydigan safsatlarni ko'tarib yuradigan dinchilarning ziyonkashligi xeli ig'ir. Xalqimizning til haqidagi tushunchalarini to'g'irlash maqsadida Qur'ondan nazar programmasininki bugungi 89-sonida qani ustoz Qur'on bu til to'g'riliq nima deydi? Bizga bir suhbatlarni taqdim qilib bergan bo'lsalar. Rahmat. Assalamu aleykum. Dünyada qarşı yerleri hürmetli qarindoshlar. Hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Alaykum assalom. Biz yuqorida nurg'un o'z sohada to'xtaldik. Endi monopol qilingan tarafi degandek, Abdulaziz qarindishimiz degandek, bu bizniki jiq taraflarimiz, masal madaniyatimiz, urf-odatimiz, tilimiz, hattoki milliy kimligimizniki nurg'un qismlari shu monopol qilingan bo'lg'achqa, buni hammasini bir qatimda so'zlab olsakmi bo'ladi, ammo ayirib so'zlashni muvofiq ko'rdik. Shuning uchun bugun monopol qilingan til degan mavzuga keldik. Shuni o'zi biroz xalqimiz bilan o'rtoqlashaylik deb. Endi bizda diqqat qilmagan odamlar tilniki monopol qilingan taraflarni ko'p sezmaydi. Chunki o'zi o sohada to'xtalmagandan keyin mening tilim nega ketyapti degan bundaq bir narsa tuyg'u bo'lmagandan keyin, uni his qilmagandan keyin o sohada to'xtalmagan insonlarga o tilning monopol qilinish millatniki milliy, ya'ni til sistemasidan boshqa bir tarafga qayib ketayotganligi yoki o'z tilniki 2-chi, 3-chi, 4-chi o'ringa tushib qolib, boshqa tillar 1-chi o'rinda bahoga egayotgan bundaq ishlarning o'zini his qilmaganligi uchun millatimiz bu sohada nihoyatda o'zi bexabar desak bo'ladi yoki bexud desak bo'ladi. Shu sababdan tilniki monopol qilinishi, qanday monopol qilingan tilimiz misol
degan bir mavzuda to'xtalishga to'g'ri keldi. Tilniki monopol qilinishi asosan boshqa millatning tilini alohida bilish. Boshqa millatniki tili qaltis bir til. Baya Abdulaziz qarindishimiz degandek, arab tili shakar til, fors tili hasal til, bizning tilimiz dehqon tili degan yerga akilib, hunar tili, kasb tili degandek har xil nom bilan atab, o'zimiznikini bir dehqon tili qilib olib, boshqalarniki tilni alohida ko'tarib, uningdagi millatni davomli shu xalqning tilini o'rganishga targ'ib qildigan mundaq bir o'zi shu tilni o'rgansa jannat kirdigan, shu tilni o'rgangan vaqtida nijot topadigan, mushundaq narsalarni bozorga solib, hatto savob bo'ladigan, ash tilni o'rgansa nihoyat to'g'ri bo'ladigan, mushundaq shakldagi sabsatlarni setish orqali millatni qaymoqtirish nihoyat ig'ir bo'lgan bizniki millatimizniki ichida hala hozirgachilik shu ishlar mavjud. Misol arabcha o'rgangan odamlarga arab tilini kichkina u bir masalani hal qilish ayrı qilib qolsin. Kichkina bir o'zi 4 og'iz gapni bilgan bir arabcha gapni bilgan bir odamnimi millatning ichida hurmat qiladigan misol. Bu degani olim deb o'ltirib, hech qanday po'qning pupiga nima desa o'sruq deyolmaydigan bir odamni akilib, u yerdalikı olim qilib oldigan. Bundaq ishlar bizda nihoyat ig'ir. Bu nima sababdan bo'lgan degan vaqtida o'znikini o'z qadrlamaslik, o'zining tiliniki qadr qimmatiga yetmaslik, uniki fasohat balog'atini o'zi surishti qilmaslik, qanchalik o'z fasohatli bir til ekanligini his qilmaslik va boshqa til kelgan chog'da uning o'zini alohida til deb hisoblab olish. Yani bu o'zi nihoyat o'zi bizning tilimizniki bir keraksiz bir til bo'lib qolgandek misol. Shunday bir holatni shakllantirishga eng cho'ng o'z turtki bo'lgan, ya'ni bizniki tilimizniki monopol qilinishiga eng asosli sabab bo'lgan narsaning birisi. Yana o'zi rivoyatlarda arablik shu Sahih Buxoriy, Sahih Muslim deymiz, shu kitoblarda bor bu narsa. Ta'allimul arabiyyata va allimuhan nasa fa innahu lisanullohi azza va jalla yawmal qiyamah degan bir rivoyat bor. Arabchani o'rganinglar va boshqalarga o'rgatinglar. Nima uchun degan vaqtda? Chunki u Alloh taolo qiyomat kunisi insonlarga so'zlaydigan tilmish endi. Alloh taolo shu vaqtda arabmamdi. Bu Qur'on tushishdan burun Tavrat, Injil va boshqa nurg'un kitoblar dunyodagi boshqa payg'ambarlarga tushgan. Va u kitoblar boshqa bir tilda tushgan misollar. Ham u til degan vaqtida ham Qur'on tushgandan keyin arab tili ulug'ib qolgan, Qur'on tushmasdi degan vaqtida uni ham nima deymiz vaqtida. Misolda. Demak bu yerda tilniki hech qanday o'zi ulug' yoki ulug' emas degan bir narsa yo'q. Shuning uchun bu yerda arablar boshqa millatlarning o'zini monopol qilish uchun, assimilyatsiya qilish uchun, yo'q qilish uchun orallarda. Uni tamoman assimilyatsiya qilib arablashtirib o'tish uchun shu zamonlarda ashundaq rivoyatlarning o'zini to'qib chiqqan. Arabchani o'rganinglar va boshqalarga o'rgatinglar. Nima uchun degan vaqtda? Chunki u qiyomat kunisi Alloh taolo insonlarga so'zlaydigan til. Deb o'zi insonlarga ashuni deyish orqali boshqalarni assimilyatsiya qilishni bir o'zi asos qilib olgan. Ya'ni buni din bilan yani dahi o nurg'un rivoyatlar bor. Ashundaq arabchani o'rgan savob bo'ldigan to'g'riliq rivoyatlar bor. Savob bo'ldi. Allohning tili jannat kirgan chog'da Alloh taolo insonlarga arabcha so'zlaydi. Hamda o'zini arablar ashada Xudo degan biz deb bo'lanmay, ashundaq o'z gaplarni to'qib chiqish orqali millatlarni, boshqa millatlarning o'zini o'ziga cho'qindirish, o'ziga qul qilish va u millatlarning o'zini oxirga borib assimilyatsiya qilib yo'q qilish uchun shundaq o'z safsatlarni tuzib chiqqan. Mana hozirgi vaqtda degan vaqtda bizga kelgan vaqtda Xitoylar bizning tilimizning o'zini 2-3 sinfdagi bir til
nəhayət özü bir nərsəni ifadələşə yetməydigan qılıb göstərib ballarga. Özünün tilinin özünü alamət dünyadakı həmmə nərsəni ifadələydigan qaltis bir til göstəriş arqılıq milletni aldayatqan işlər var misal. Xuddi şuna qoşub iş. Yəni mundaq aytqan vaqtida Ərəblərniki şu vaqtdakı diktatorları Xitayning hozirgi diktatorlari o'xshash bo'lgan. Shuning uchun o'zi bizniki ajdodlarimiz shu o'zi ko'tarolmaydigan, qo'polmaydigan shunday holga tushib qolishining butun sabablari nima degan vaqtida shu hamma sohadan til jihatda monopol qilingan, e'tiqod jihatda monopol qilingan, madaniyat jihatda monopol qilingan, siyosat, iqtisod hamma jihatda monopol qilinganligi uchun o'ziniki kallasini ishiltish orqali bir yo'l topolmaydigan bundaq bir holat shakllanib qolgan. Yana birisi Arabcha bilgan odamlarning o'zini alohida bilish orqali uchun Arabcha bilganligi uchun Arabcha o'zi shar o'zi bu yerda bir so'zlashib shunda o'zi yaxshi bilib ketgan emas. Boy deganga o'xshash to'rttal Arabchani bilgandekilla u millatning oldida alohida bir odam. Bir yerda o'zi to'y to'kun, nazirchiroq bir yig'ilishib qolgan vaqtida to'niki eng o'zi yuqorisida o'ltirg'izib buning o'zini Arabcha bilganligi uchun bu atgan narsa. Aşıdaq qilish orqali millat kichik degan vaqtida millatning tilini o'zining tilga ko'ngil bo'lmaydigan mundaq bir holatga tushirish maqsad qilingan. Bu o'zi Xitoycha o'qiganlarmi mavjud. Misol Xitoycha o'qiganlarni o'zini voy biz degan Minko xan deydi. Biz Arabcha o'qidik ish bir zaman biz Minko Arab demaymiz o'zimizni. Bir odam o'rischa o'qisa men Minko Arab deb, Minko o'ris demaydi. Ama shu Xitoycha o'qiganlar o'zini Minko xan. Biz degan Xitoycha o'qigan insonlar deb o'zini alohida bildigan bunday holat biz shakllangan. Bu intayin o'zi ayib bir ish. Bunday aytgan vaqtida. Xitoycha o'qiding nima, Arabcha o'qiding nima, inglizcha o'qiding nima, u hech bir o'zi uniki faqat sen yana bir odam bilan so'zlashgan vaqtda bir maqsadni ifodalaysiz xolos. Ashuni qilib yaraydi, boshqa hech qanday bir aloyidlik yo'q. O nima o'zi til bilish bir ilm emas. O til bir ilm emas. Ilmni boshqalarga yetkazishga o'zi vosita bo'lgan bir qurol xolos. Yoki maqsadni boshqalarga yetkazishga vositalik rol o'ynaydigan bir qurol. O ilm emas o. Bir odam o'zi arabcha bilib qo'ysa, uni olim deyish, bir odam o'zi inglizcha bilib qo'ysa, uni olim deyish, bu bir ahmoqona bir odamniki ishi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida millatga o'z tilini o'g'itish, o'z tiliningmi, ya'ni biz o'zimizga degan vaqtida Uyg'ur tilini o'g'itish va Uyg'ur tiliniki dunyoda har qanday bir millatniki tili ifodalagan narsalarni ifodalaydigan shunday bir aloyidligining borligining o'zini millatga anglatish lozim. Yani bizning tilimiz hech qanday bir millatniki tilini kam emas, har qanday bir millat ifodalagan bir narsaning o'zini biz o'zimizning tilda ifodalashga tamoman qodir. Ashunga yetadi bizning tilimiz. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida til tadqiq qilgan insonlarmi davomli tilni tadqiq qilib uni beytadigan taraflarni yaxshi izlanishi lozim va millatga degan vaqtida bizningki tilimiz yetersiz bir til deydigan bir ko'z qarashni tamoman o'zi amaldan qoldirish surullarda o'zimizning tilniki boshqa tillardan hech qanday qilishmaydigan bir til ekanligining o'zini millatga tushuntirish lozim. Masalan Turkiyaga borsak, Turkiyada bolalar shu vatandan chiqqan o'zi 5-10 yil bo'lgan insonlarniki bolalar hammasi turkcha so'zlaydi. Uyga kirsak, hammasining bolalari turkcha so'zlaydi. Tamam Türkiye'de bo'lgandan keyin maktab bo'lgan chog'da boshqa savoddoshlar bilan hokazo turk so'zlashsa bo'ldi. Ammo uyga kirgan vaqtida uyda Uyg'urcha so'zlash kerak. Uyg'urcha so'zlashmay turib, o bolaga hech qachon o'zi bir Uyg'ur tilini o'rgatib olmaydi. Bir odam boshqa bir tilni o'rganib, uningdan keyin keyingi vaqtda ehtiyoj tushib qolib, uningdan keyin Uyg'urcha o'rgangan vaqtida o adamning kallasi tamamen o'zi boshqa til bilan, boshqa madaniyat bilan format qilingan bo'ldi. O'ylagan vaqtidami o birinchi shu o'rgangan
tilniki eksi, yani masalan, balla inglizce o'qigan bo'lsa, u o'ylaydigan narsani birinchi inglizce o'ylaydi. Undan keyin u gapning o'zini inglizce gapni qorashtirib, gap qilgan vaqtida, uyg'urcha gap qilgan vaqtida shu kallasidagi inglizcening o'zini tarjima qilib gap qilgan bo'ldi bolalar. Xuddi tungalliga o'xshash o'zi, men ichidi, men paloniyaga bordi degan o'xshash gapni qilib, nadiki uyg'urchaga tushmaydigan gapni qilib o'ltirgan gap. Şoň öýde atan olan adamlar davamlıq ballaga uyg'urcha gapni qilib berse, u ýerde başga gapni zady boldy. Özü bilsimi, talaga çykkan çagda o başga milletler bilen, başga ballar bilen, misal, şu yerlik til bilen sözleşip bersin, emma öýge kirgen wagtda faqat atany zady aşynyň özüne uyg'urcha gap kılıp turgandan keyin o balaga uyg'urcha til çykydy. Hiç kaçan özü o bir ýakka ketmedi. Mesela meniň ballarym hemmesi Norvegiýada tuguldy. Hemmesi uyg'urcha bildi hem de. Suwdek bilip ketmesim zaten aşy hali ýaxşy bildi. Ballar öýde atan oga adam öýde zady nan, çay bolsun, iş kılıp öýde kıldygan gapnyň hemmesini biz aşy men şaýadan kelgende gapni kylýar bersem, ballaga şaýanyky öz şivesi boýunça aşyndak til çykyk misalda. Şunuň üçin atan ogan adam bir ýer kelgen wagtda o milletniki tilini maqtap, andak, mandak dep medeniýetini maqtap, özüniň medeniýetini düşürüp, özüniň tilini düşürüş arkaly kılıç o tilini tamamen monopol kılıp, işlemeýdigan bir tilge aýlandyryp goýganlyk bolup çykady. Şu wagtda o til ülük tilge aýlandy. Hattoki özüniki şahsy üýüniň içidemi o til işletilmeýdigan halatga düşüdi. Şu wagtda tamamen özü milletniki ýokuluşyga asaslangan boldy. Mesela bir ballarımız özüniki Uygur tili bilen Uygurnyň özüne mesela Uygur tili bilen düşengen wagtda o aýrym boldy. Emma o Uygurnyň näme başga bir tilini tolyk ögenip bolup, kiýin Uygurça ögendigen wagtda o başga bir mijazga tamamen öz künüp ketken boldy, mijazy. Şu wagtda Uygurny oýlagan wagtdama başga milletniki mijaz bilen oýladygan boldy. Mesela hazır biz en yakını Türkiye milletli deyimiz. Türkiye milletli bizni oylagan wagtda kandak oýlaýdy dese, Uygurny oýlagandek oýlaýamaýdy hiç bir zaman. O Türk o. Ýa-ki Kazak, Kırgız o özüniki kallasy boýunça oýlaýdy. Şunuň üçin bu hattoki til digenni adamniki ideologiýasyna ekime täsir kıldygan näse. Ona ýetgen wagtda. Şunuň üçin bu ýerde tilniki özü monopol kılınıp tamamen işlemez alet kirişi yoki dercisini tövenge düşürüp etiş okşaş mundaq işlerini kılış atan o adamga naayet eğer bir cinayet hesaplandı. Çünkü balcaqımız onun özünün tilniki başka milletlerinin tilini qilishmaydiganligini, aşı til bilen her qandaq bir narsani ifadeleşke tamamen mümkün boldiganligini bilişi lazım ve şu vaqtda ögünüşi lazım onun özüne. Onundan keyin o ballarımız meniň bagy bu tilim zady diýalaydy we başga milletniň tilini onda alaýdy bilip ketmeýdi. Yani bundan özü başga milletniň til digen ondak tilini digen gap çykmaýdy bizniki bu gepimizden. Sen başga milletniň tilimi til, bizniň tilimiziň til hemmis okşaş til. Birisi bir cennetden çykkan, ýani biz cehennemden çykkan bir til emas. Hemmisi okşaş özü bir til milletlik tili mesela hem milletliň hemmisi okşaş insanlar yani şu okşaş insan bolgandykin o tilmi şu okşaş insanyň tili. Onda bolgandykin bir til alahydy til, ikinci bir tilniň özü o özü töwen til mundaq bolmaýdy. O töwen til bolup galyşy näme sebäpden boldy diýen wagtda şu millet özüniň tilige ähmiýet bermeslikden boldy. Eger ähmiýet berse o til hiç bir zaman o töwen til bolmaýdy. Mesela öz zamanysda şu 1000 ýyl burun Mehmet Kaşgarynyki zamanlarında şu mollanyň dädide aşıla keş Arapça, Parsça sözläp turýandykin Mehmet Kaşgary aşyna çydymay şu türk tilla diwanyny ýezip gördüm ama bizniki ifadeleýdi mandaq näsini özüni. Dep şu özü kitapny ýezip kaldygan şu wagtyň özünde. Şunuň üçin biz özümüzün tilini yoqtup koyduğun, başka til böyle monopol kılıp olup, onu kontrol kılıp olup,
boshqa tilni alohida biznikiga boshqa tilni kontroli ostidagi bir til holatida bundaq o'zi tushunish, bundaq muomala qilish nihoyatda ig'ir bir xatolik. Tilniki yana alohidligi, xususiyatlari yoki bo'lmaydi. Uning alohidliklari nima degan vaqtda, u tilni masalan o'zimizniki shu roman, Abdurahim O'tkirliniki yozgan, Zurdun Sabirniki yozgan nimalari, romanlarini o'qiydigan bo'lsak, ham shundaq yaxshi bir narsani o'zini ifodalagan, bir narsani ifodalash kelsa hamda alomat ham ifodalaydi hamda. Buning o'zi nima deydi degan vaqtda fasohat deydi. Fasohat, balog'at deydi-da arab tilida. Fasohat, balog'at deganning o'zi u tilniki fasohatlik hamda go'zalligi bunday aytgan vaqtida. Balog'at yana har qanday bir narsani tegi-taktiga yetkazib turib o'zi tushuntirish degan bo'ladi. Shundaq o'zi tushundirgan narsalar bor bizniki shu romanlarimizda. Shu romanning o'zini o'qib yoki anglab bersa, balla shu bir tal romanni o'qib chiqsa, demakki tilida nurg'unlagan o'zgarishlar, nurg'unlagan ilgirlashlar mavjud bo'ldi. Ya'ni bizning tilimizmi zodi boshqa millatniki har qanday narsani ifodalay oladi degan yerga yetadi. Misol bizniki tilimizda, romanlarimizda Subuydi roman degan kitoblarni o'qigan biz o'z vaqtida. Xitoyniki dangliq bir o'zi kitoblar shu, romanlari. Shu romanning o'zini Xitoyniki shunday dangliq shu romanning o'zini tarjima qilgan vaqtida shu Xitoyning tiliga yetib eshib ketgan bizning tillarimiz. Sinkongniki o'zi, ya'ni G'arbga sayohat degan kino misol, Subuydi roman degan shu Subuydi degan kinolar misolda. Shu kinolarning hammasi nima desa, shu tarjima qilgan vaqtida ashundaki ichidagi narsalarni tamoman to'liq ifodalagan holatda tarjima qilgan shu tarjimonlarning o'zi. U qadar go'zal yani. Uning o'zi ichidagi Xitoylarni ko'msa ovozdan bu kinoning o'zini Uyg'urlar ishlagan kino ekan deb qoladi endi. U qadar o'zi go'zal ifodalagan. Ya'ni bu nimani bildirdi desa, ya'ni bizning tilimiz hech bir zaman boshqa bir millatning tilidan qilib qoladigan, boshqa bir millatningki tilidan töven bundaq darajasi töven bundaq ifodalash usuli, ifodalash darajasi uning yetmaydigan bundaq bir til emas, hatto to'liq o'z ifodalay oladigan har qanday narsani. Bundaq bir til ekanligini o'zini ko'rsatdi degan gap. Ya'ni shu 5-boshqarma harakati degan shu Angliyaning filmlari deymiz, 2-dunyo urushining shu Gitler'niki nimalar deymiz. Masalan, shu Sovetniki, Stalin'niki shundaq kinolarning o'zini ko'rsak, kinolarning o'zidimi Uyg'ur tili o qadar go'zal shu narsalarning o'zini ifodalagan. Masalan, ko'rik deymiz. Kinolarni ko'rgan bo'lsa, xuddi shu ichidagi odamlarniki boshqa millat ekanligini ko'rmay, unda quloq bilan tingishgan vaqtida xuddi Uyg'urlar ishlagan kinodek. Shundaq holatda ovoz bergan, shundaq o'zi go'zal ifodalagan. Demakki bu yerdagi maqsad nima degan vaqtida boshqa tilni alohida bilib, o'zimizning tilni bir kichik doiraga kontrol qilib u yerda monopol qilib olmasdan, uning o'zini agar o'zi to'liq o'rgangan vaqtida nima bo'ladi desa, har qanday narsani ifodalashga yetadigan bir til ekanligini biz o'zi tushuna olamiz degan gap. Shuning uchun biz bu yerda tilimizni monopol qilib olgan, ya'ni boshqa millatlarning tilini alohida bilish, boshqa millatlarning tilining o'zini Xudoning tili, jannatning tili deb xuddi bizning tilimiz jahannamning tiliga o'xshash bundaq muomala qilish nihoyatda ig'ir bir o'zi jinoyat deb hisoblandi bizga. Shuning uchun bizniki bo'libmi diniy sohadagi odamlarda bundaq ishlar nihoyat ig'ir. Ya'ni boshqa shu arab tiliga, fors tillariga ko'ngil bildigan, o'zining tiliga kelgancha desa ko'ngil bilmaydi. Hozir shu tarjima qilgan kitoblarni qarasa, shu bir oliy maktabni hech bo'lmasa boshlang'ich yani to'liq o'tirning o'zini o'qib, uningdagi maktabda o'qiganlari, ya'ni diniy maktabda o'qiganlari nihoyat oz bo'lganligi uchun ana nim qilgan vaqt tarjima qilgan vaqtidami, arab tilini tarjima qilgan vaqtidami, shu hozirgi zamon Uyg'ur tiliga yaqinlashtirib, bundaq bir tarjima qilmagan kitoblar jiq. Nima uchun degan vaqtda o'zining tilini yaxshi bilmaydi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda
birinchi o'zimizning tiliga nihoyat ahamiyat berish, o'zimizning tilni nihoyat yaxshi bilishimiz lozim. Buningdan o'zi boshqa tilni bilishga hojat yo'q degan gap chiqmaydi. Biz o'zimiznikini yaxshi bilish va ikkinchi tilning ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi bo'lsa 10-chi, 20-chi tilning o'zini bilib ketsin mayli. Unda hech qanday nima yo'q. Ammo o'zingning tilni bilmay turib, 100 xil tilni bilib ketsangmi, o seniki Uyg'urni ifodalaydigan hech qanday bir narsang yo'q. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida o'z tilimizning o'zini boshqa tilniki soyasida, boshqa tilni kontrolli ostida monopol qilib qo'yish bu nihoyat og'ir jinoyat, haqorat tilimiz qilingan. Ajdodlarimiz qilingan o'zi bir haqorat, ya'ni. Ballarga uni ustiga til o'rgatgan vaqtida yoki boshqa tilniki o'zi alomat, o'zi hamma narsani ajoyib o'zi bir o'zi ifodalayotgan qilib, undaq o'zi so'zlab yurishga hech qanday hojat yo'q. Bizning tilimiz o'xshashli bir til ekanligini desaklar bo'ldi. Ortiq o'zi hech qanday narsa yo'q. Bilsak, o'zimizning tilni to'liq bilgan vaqtida boy deganga o'xshash hamma narsani yana ifodalay olamiz. Shuning uchun bu yerda biz asla o'zi boshqa tilni o'zimizning tilniki ustiga qo'yishimiz, o'zimizning tilga ahamiyat bermaslik bu nihoyatda bir o'zi qilg'imizniki nihoyat satlashib ketgan yerlar misol. Hozir misol Saudiya Arabistonga misol borsak, aşağıya o'z vaqtida 80 ming Uyg'ur ketgan deydi-ki, hozir bir 80 Uyg'urchani to'liq so'zlaydigan 80 Uyg'ur bormi yoki 800 Uyg'ur bormi uni bilmaymiz misolda. Yani o kadar jiq Uyg'ur ketib, aşağıda butunlay assimilyatsiya bo'lib, tilini, madaniyatini tamamen yo'qotishning butun sabablari nima degan vaqtda o'zini kichik ko'rish, o'zining til, madaniyatini kichik ko'rish, töven ko'rish va boshqa yani arabniki madaniyatini, arab tilini alohida bilish. Bo'lganligi uchun u o'ziniki arabcha, aşağı ko'rib arabcha o'rganganlikka va bolalarniki tamamen arablashib, arab bo'lib ketganligi qo'shilganlikdan bo'lgan narsa. Buni o'zi qanchinchilik ekanligi aniq bilmasammi, ammo shu Erkin Asar radiosiga deymi, birsiga bir intervyu bergan bir odamniki nimasini anglaganman. Yani bolalarniki arab so'zlaganligiga, arablashib ketganligi qo'shilganligi, chunki u qiyomat kunsi Alloh taolo jannatda o'zi, yani Alloh taolo qiyomat kunsi arab so'zlaydigan bo'lganligi uchun bolalarniki arablashib ketganlikka u odamning rozi bo'lganligi to'g'riliq shunday gaplarni anglaganman shu vaqtda. Bu nihoyat og'ir bir jinoyat. Chunki u tilniki orasida Allohning tili deydigan hech qanday bir til yo'q. Alloh dunyodagi qancha ming millat bo'lishini qat'iy nazar uning hammasining tilini bildi. Alloh va insonning orasida tarjimon ketmaydi. Shuning uchun bu yerda biz o'zimizni to'van tushirib, o'zimizning millatini, milliy kimligimizga munosabatli narsalarimizni to'van tushirib, boshqalarnikini nihoyat yuqori ko'rsatadigan, o'zimiz yuqori ko'radigan va boshqalarga, avlodlarimizga yuqori ko'rsatadigan bunday ishlarni qilishimiz nihoyat xatarlik. Masalan, O'rta Osiyo bilan Turkiyani misol olsak, Turkiyadagi Uyg'urlar hammasi turklarni nihoyat cho'ng bildi. Uning uchun u yerdagi Uyg'urlar 6 kunda o'zi assimilyatsiya bo'lib, hammasi qilajak, etijak deb aşağıda o'zi arabcha nima turk so'zlab, bolalarni hammasi turk so'zlagan xo'sh bo'lib yurdi. Andaki o bolalar az kundan keyin o turk so'zlagandan keyin tili birning dili bir degan bir gap bor bizda. Shuni o tili birlashib ketgandan keyin madaniyatniki nurg'un qismlari birlashib ketdi degan gap. Shuni o bolalar berib turkka tegib qizlarimiz, o'g'illarimiz turkni elib, shuni aşağıda yo'qolib ketgan gap. Turkiyaga chiqishda maqsad o'zimizni saqlab qolishmi yoki yo'qib ketishmi? Masalan, vatanning sirtiga chiqishdagi maqsadimiz biz vatanning sirtiga chiqib yo'qib ketishmi yoki bo'lmaydi? Mavjudligimizni saqlab qolish uchun chiqdikmi? Buning o'zini biz bilishimiz lozim. Vatanning sirtiga chiqib lekin boshqa millatniki madaniyati, tili, hamma narsani o'zini alohida bilib, o'zimizniki kelgan chaqda xuddi o'zi hech narsaga yaramaydigan narsa holatida ko'rish, bu o'zi bolalarimizniki
tez yo'qolib ketishniki asosi bo'ldi. Masalan, O'rta Osiyo'niki masalasi kelsak bo'lsa, O'rta Osiyoda Uyg'ur jiq deymiz. Lekin Uyg'ur jiq bo'lgan bilan u yerdagi Uyg'ur bo'lsa, o'zini boshqa millatlardan madaniyat jihatda yuqori ko'rdi. Amaliyotda yuqori zot Uyg'urlarning madaniyati. Unda bo'lgandan keyin u yerdagi Uyg'urlar boshqa millatdan o'zini farqli hisoblaydi va boshqa millatlarimiz zaten o qozoqlar, qirg'izlar bo'lsin, Uyg'urlarning madaniyat sohasidagi ishlariga hurmat qildi zodi. Hurmat qilgudek darajada bir madaniyatimiz bo'lganligi uchun. Shu u yerdagi degan vaqtda u madaniyatimizda, ya'ni tilimizda hech bo'lmasa o'zimiz Uyg'urlik ching turdi. Ham u yerda hozirgi vaqtda boshqa yerlik millatlarga to'y qilgan ishlarni övcep ketiklik, aşınanğa öz diqqat qilish lozim. Bizde bir gap bor, ata bobomizning qolgan. Boshqa millatdan qiz elishga bo'ladi, qiz berishga bo'lmaydi deydigan bir nim bor. Bu o'z ata bobomizning kelgan bir go'zal bir so'z, go'zal bir nasihat uni aytgan vaqtida. Boshqa millatga qiz bergandan keyin u qiz yo'qolib ketadi. Ya'ni shu boshqa millat bo'lib ketadi. Kız alsa, o oğul alıp noçu olsa, o kızın özünü asımilasiya qilib, o yerda Uyg'urlaştıra alaydı. Şunun için bu yerdeki nersi neymi degan vaqtda kız berish kelib qolsa boshqa millatga o'z millatimizga bergan vaqtda ikki qatim o'ylansak, u boshqa millatga bergan vaqtda 2000 qatim o'ylanish lozim. Şunun için O'rta Osiyolik qarindoshlarga va dunyoning har qanday yerlik qarindoshlarga deydiganimiz nima degan vaqtda balalarimizga o'zimizning madaniyati, tilini, ya'ni tilni o'rgatishki maqsad shu madaniyatimizning hammasini to'g'ri, yaxshi o'rganish uchun o'rgatamiz. Ashuni yaxshi o'rgatib, balalarimizning o'zini Uyg'ur ruhi bilan tarbiyalagan vaqtda u balalar o'ziga o'xshash Uyg'urni izlaydigan bo'ldi. Qizlarimiz Uyg'ur yigitini izlaydigan bo'ldi. O'g'illarimiz Uyg'ur qizlarini izlaydigan bo'ldi. Shuning bilan o'zi bizniki assimilasiya bo'lmay davomlashishimiz ashyadan bo'ldi. Shuning uchun bu tilimizniki boshqa millatdan kam hech qanday bir yeri yo'q. Boshqa millatniki tili dunyoda har qanday narsani ifodalagan bo'lsa, biznikimi uningga yetarli holatda ifodalash qobiliyatiga, kuchiga ega. Hamda tilniki Qur'ondagi o'rni qandaq? Degan vaqtda Qur'ondagi ishiltish o'rni tilda o'z to'g'ri so'zlarni qilish, rost so'zlarni qilish, boshqalarga to'g'ri nasihatlarni qilish, g'iybat qilmaslik, haqorat qilmaslik, bo'hton chaplamaslik, boshqalarga go'zal so'zlarni qilish, bu o'zi Qur'on uningdan boshqa nurg'un nimalar bor. Shunga o'xshash o'zi yaxshi ishlarga ishiltish bu Qur'oni Karim belgilagan bir belgilama. Qur'oni Karim tilniki alohidligini so'zlab, nima deydi degan vaqtda tilni Qur'oni Karim sura Rumniki 22-oyatida "Va min ayatihi xalqus samawati vel ardi va ixtilafu alwanikum va alsinatikum inna fi zalika laayatin lil alamin" deb bayon qildi. Ya'ni Alloh taolaniki bor va birlikka bo'lgan dalil isbotlarning jumlasidandir. Osmon zaminniki yaratilishi. Ya'ni osmon zaminniki ashundaq tug'an holati va insonlarniki tiliniki har xil bo'lishi, rangining har xil bo'lishi Alloh taolaniki bor va birliginiki dalil isbotlaridan deydi Alloh taolo. Ya'ni til, ya'ni bir millatning tili Alloh taolaniki bor va birliginiki dalilniki bir tal dalilga dalil degan gap endi. Dalilning birsi ya'ni mana aytgan vaqtida. Endi agar bir millat o'zining tilini yo'qotgan vaqtda qanday bo'ldi degan vaqtda Alloh taolo insonga bergan bu alohidlikni, bu oyatning o'zining bor va birlikka bo'lgan dalilning o'zini yo'qotgan bo'ldi. Ya'ni Alloh taologa, Allohning diniga xiyonat qilgan bo'ldi. O'z tilini yo'qotgan insonlar ikkinchidan degan vaqtda ajdodlariga xiyonat qilgan bo'ldi. Ajdodlarimiz shundaq o'zi o fasohatlik, go'zal tilning o'zini bizga omonat qo'ysa,
biz ajdodlarimizniki omonati xiyonat qilib, xoinlik qilib, bu yerda tilga ega chiqmaganligimiz, u bizniki ajdodlarimizga xiyonat qilganlik, millatga xoinlik qilganlik bo'ldi. Milliy mavjudlikqa xoinlik qilgan bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz o'zimiz bilgandek bolalarımızga ham uni bildirishimiz va Uyg'ur tili orqali o'zimizniki madaniyati, urf-odatning o'zini tushuntirishimiz bu nihoyat muhim. Yani o'zi Sura Hujuratniki 10-oyatida Ya eyyuhan nasu inna xalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innalloha alimun xabir degan mush oyatning o'zida nima deydi degan vaqtda sizlarni Alloh taolo deydiki shu'uban va qabaila ya'ni aymoq va qabila qilib yaratdik deydi-da. Nima uchun degan vaqtda lita'arafu bir-biringlar bilan ma'rifda o'zi bahslashishinglar uchun. Bu nima degan bo'ldi degan vaqtda bir yerda 2-3 millat birga yashagan vaqtida u millatniki har birisiniki o'zi ijod qilgan narsa ayrim-ayrim bo'ldi. Ayrim-ayrim bo'lgandan keyin u millatlar bir-birisiniki shu alohidligidan o'rganish orqali yana undan yuksak bir narsaning o'zini o'ttirga chiqardi. Misol buningga Türkiye'ni misalga alsak, Türkiye'de misal Rimliklarniki, yani Rumniki özü şu taş nimalardan binani öz taşlı yasaş, Türklerin taşlı yasaş şundaq narsalardan faydalanganki öz vaqtida Türkler keyin bu yerga kelgan vaqtida hozir mechitlarning o'zini, jamilarning o'zini yasagan vaqtida qanday qildisa, shu Rumliklarniki qo'shash, ayndaq öz Türklarni taşda Hazır dünyanın haqqası yerlerde şundaq yasaydı. Ve lekin bunun neçe yüz yıl burun yasagan binalarning o'zimi şundaq taşlı yasagan Türklerning o'zini ayndaq binaları var Türkiye'niki. Osmanlı zamanlarda. O nima degan vaqtda Türkler şu vaqtda boshqa o'zi madaniyat, boshqa millatdan şu madaniyatning o'zini binokorlikdagi shundaq madaniyatni o'rganish orqali ustidagi gumbazning o'zini qoldirib qo'ygan Şu gumbazning o'zini shundaq Türklarni qo'yib to'pib qo'ygandan keyin u Türklarniki yangidan bir o'zi ijod qilingan bir madaniyatiga o'zi nim qilgan endi o'tgan. Demak bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Alloh taolo insonlarni millat va qabila qilib yaratishdagi maqsadimi bir-birisi bilan so'qishib o'zi jadal qilish uchun emas. Har bir o'z yasagan narsani o'ttirib chiqargandan keyin u narsadan insonlar ya'ni har millat o'zi foydalanib Unudun yani alohida yani bir narsani ijod qilish. Masalan, besda chaponniki har yerlarga har xil gullarni tikkan bo'lsa, Uyg'urlar yana bir xil gulni tikkan bo'lsa, u yerda bundaq o'zi shundaq chaponni tikadigan insonlar to'xtabdi. Aniki ma gulning o'zini mayaga qo'ysam, texmi go'zal bir narsa chiqar ekan. Deyish orqali texmi o'zi bir-biriniki shundaq madaniyatlarni almashtirish orqali texmi yuksak bir madaniyat barpo qilish uchun Alloh taolo bu yerda nima qilgan desa, millatlar qilib, qabila qilib yaratganligining o'zini sababini shundaq deb tushuntiryapti. Qur'onda millatini suyish, millatchilik qilish, ya'ni millatchilik qilish, millatini suyish bu nihoyatda o'zi go'zal bir ish ekanligining o'zini bayon qildi. Ama milletçilik qilish milletin suyish bilan cheklanishi va boshqa millatni haqorat qilishga ep bo'lmasligi to'g'riliq bayon qildi Qur'on. Shuning uchun "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbulloha adwan bighayri ilmin" degan oyat, "La yaskhar qawmun an qawmin" degan oyatlarning hammasi nima desa, bir dindagi insonlar ikkinchi bir dindagi insonlarni haqorat qilmaslik, bir millat ikkinchi bir millatni haqorat qilmaslikni o'z bayon qildi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida hozir til to'g'riliq to'xtalyapmiz. Ya'ni shu boshqa millatni haqorat qiladigan, boshqa millatni so'kadigan narsa til bo'lganligi uchun u yerda biz o'zi tilimizni Alloh taolo ashundaq yerda chekining o'zini biz ko'rsatib qo'yganlik. Ya'ni
Til her millatniki milliy kimligini namoyon qiladigan, tunishtiradigan eng muhim o'zi qoral. Til orqali, o'zimizning til orqali Uyg'ur madaniyatini, Uyg'ur urf-odatini, Uyg'ur tarixini va Uyg'urniki milliy kimlikka munosabatli har qanday narsani boshqa millatga til orqali tushuntiramiz. Yoki bo'lmaydi o'z avlodlarimizga shu o'z tilimizni yaxshi o'rgatish orqali o'zimizniki madaniyatimizni, har narsamizning o'zini, milliy kimligimizga munosabatli narsani o'zini tushuntiramiz. Agar bir millat o'zining tilidan ayrilib qolgan vaqtida o'ziniki milliy kimligidan va milliy ruhidan ayrilib qolgan bo'ldi. Ya'ni milliy kimlik va milliy ruhiniki ko'p qismidan ayrilib qolgan bo'ldi mana shu vaqt. Bütün hamma tarafni o'lmagan taqdirdami, nurg'un taraflari o'lgan bo'ldi. Chunki boy deganga o'xshash, masalan, men faqatla o'zi Arabiston turib, arab so'zlab o'rgangan vaqtida mening mijoz xulqim tamoman arablashib ketgan bo'ldi. Bir Uyg'urni qishib olgan vaqtida, Uyg'urniki mijoz xulqining o'zini men yoqtirmaydigan bir holat shakllandi. Tamoqlarni yoqtirmaydigan, kiyim-kechaklarni yoqtirmaydigan, gap so'zlarni yoqtirmaydigan bir holat shakllandi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida o'zimizning tilni o'rganish va o'rgatish avlodlarimizga birinchi farz ekanligi. Alloh taolaning bo'libmi Qur'oni Karimdagi Alloh taolaning insonlarga qo'ygan bir omonat ekanligi, ajdodlarimizning omonat ekanligi va millatimizniki milliy mavjudligini namoyandasi ekanligi, asos ekanligini bilishimiz lozim. Her millet öz tilde sözlüge vaqtida o öz milletinin özünü, milli mevcutluğunu şu sözlügenlik velallah milli mevcutluğunu ki bir kısım, asasen özü köp kısımlarının özünü, köp kısmını namayan qilgan bo'ldi. Yani biz bir yerde bir Uygur bilan Uygur sözleşken vaqtida başka millet derhallikin bizni Uygur ekanligimizni biladi. Yani şu yerde biz Uygur kimligining o'zini namoyon qilgan bo'lamiz. Mani kimligi Uyg'urga deb boshqalar bildi. Biz bu yerda vat Angliyaga kelib o'tirib, o'zi ingliz so'zlab o'ltirsak, u vaqt nima deydi desa, boshqa millat bizni bilmaydi u vaqtda. Bizniki do'ppini kiyib, Uyg'urcha so'zlab mang'inimizning o'zimi hozirgi vaqtda nima desa, milliy mavjudligimiz uchun qilingan bir kurash bo'lib hisoblanadi. İnqilab davamlı bayrak götürüş bilen bo'lmaydi, qoral götürüş bilen bo'lmaydi. U bayrak götürdigan vaqtda bayrak götürdigan gap, qoral götürdigan vaqtda qoral götürdigan gap. Uni da boshqa vaqt desa davamlı o'zi biz shu do'pimizni kiyib, Uyg'urchamizni ravur so'zlab, shunday bansaqmi? Boshqalar o'zi bilmay qolgan bo'lsa, "Voy sen Qosim millat" degandiklar, bizning tilimizni anglab, "Sen Qosim millat" deb so'raydi bu yerda, bu Angliyada ko'p uchurtimiz undaq ishlarning o'zini. Qosim millat degandikin, Uyg'ur degandikin, o yer birinchi so'zlab o'zimizniki Uyg'urligimizni va Uyg'ur xalqimizni va hozirgi bo'layotgan ahvolimizning o'zini tunishtirib olishga ham fursat chiqadi degan gap. Shuning uchun bu yerda Uyg'ur tilimiz, ya'ni ona tilining o'zini o'rgatish avlodlarimizga bu nəhayəti muhim ekanliginin özünü bildirdi. Bunun özünü başqa millatning tilining ostida qo'yib qo'yish, başqa millatning tiliniki ostida uni monopol qilib olish, o butunlay jinoyat hisoblandi. Shuning uchun hurmatli qarindoshlar, Qur'oni Karimda va amma bi ni'mati robbika fahaddis degan oyatlar va uningga nurg'unlagan oyatlar va Alloh taolaniki bergan ne'matlarini so'zla degan o'zi oyat o. O ne'matning birisi nima degan vaqtida Alloh taolo bizni Uyg'ur qilib yaratganligi, tilimizni Uyg'ur tilida so'zlaydigan qilib yaratganligi Alloh taolaniki bizga bergan bir ne'mati. Bu ne'matga tuzkorlik qilib,
Avlatlarımızga to'g'ri tuzuk o'rgatmay, uningdan o'zi qizlarimiz boshqa millatga ketayotgan, o'g'illarimiz boshqa millatni elayotgan bundaq holatni shakllantirish, yuqorida biz deb o'tganga o'xshash, milliy mavjudligimizniki yiltizga palto urganlik, ajdodlarimizga va millatimizga xiyonat qilganlik. Alloh taoloniki boshqa har xil tilda yaratganligi, ya'ni Alloh taoloniki bir oyatiga xiyonat qilganlik bo'lib hisoblanadi. Alloh taoloning bor va birligi dalolat qilgan bir dalilga biz xiyonat qilgan bo'lamiz. Shuning uchun biz bu tilimizni hech bir zaman boshqa bir tilniki monopoli ostida qo'ymasligimiz, uning o'zini mustaqil bir til holatida tunishimiz va mustaqil bir til holatida muomala qilishimiz va o'rgatishimiz lozim bolalarimizga. Xo'sh. Allah razı olsun, rahmet. Hem de şu Kur'an'da nazar, bunun da böyle bir dini program boğaçka, hem milli nümümüzden ve yüzümüzden Uygur tilimizi qoğdaştan mühim ekanligini hem sözledik. Bunun dini asaslarını dep öttüler. Bu bizim vatanda bir ömür hem de mesela dini mektepke bağsa, ma penli mektepte okugan bilmeden okumaydıgan, yakımız hiçimiz Uygur tilini mi alaka? Gramatika, til edebiyat degenlerde kat okumaydı da. Şunun bilan onundan keyin hatta haligi dinda o'qiganlar, panda o'qiganlarni dushman ko'radigan mana bir holatlar borchu buchu. Tamam, buni Xitoy o'zi keltirib chiqadi, kommunist partiya keltirdimi deylar. Shunaqa atif qutuldi endi shu. Ammo hayotda yine boshqa yerga chiqqan chog'da man yine shu. Yine ashuna ko'z qarashlar mavjudchu. Shuning bu arab tilini nihoyatda cho'ng bilib ketib, undan mesela Saudiya Arabistondagisini radioda anglagan heliqi odam nimishqa faxrlandi desa, o'zining Uyg'ur millati bo'lib qolganligini xo'rlik his qilib, shuning bilan arabga assimilyatsiya bo'lib ketganini sharaf his qilyapti-chu. Asli nihoyatda sharafsizlik deb his qilish kerak uni-chu. Albatta, albatta. Ammo uningga u odam diniy asos turg'izgan-chu. Ama Xitoylar nimishqa bizga irqiy qirg'inchilik qilyapti desa, biz 75-80 yilning yanqisi bu Xitoy shu qadar zulm qilibmi, yine binas qilibmi, bizning tilimizni qo'limizga ololmagan. Oxiri bu biroqlan bularda shu beldilni o'misak, peydin qiqmasak bo'lmaydi ekan. Bularni majburiy assimilyatsiya qilmasak, kamqit qilgan tiqib, bolalarni ota-onasidan orib olib, o'shunda qilmasak bo'lmaydi ekan degan yetmaydi qilig'liqchu. U yerda bizda bir o'zimizning milliy g'ururini qo'g'dash, bularni ana tilini qo'g'dash faoliyati bo'ldi, kurash qildi xalqimizchu. Hozir uni o'tayotdi. Ammo chet elda siz degandek, mana shundoq arab tilini xudoning tili yoki jannatning tili deb cho'ng bilib, o'zi tug'gan davlatning tilini o'rganmasdan hattochu. Turkiyada tug'anlar turkchani bilmaydi. Kurtlar Vadisi qarab yoki bo'lmasa Ashqo Mamnu degan nimalarga qarab televizorni o'rganib olganchu. Ba'zi bir til qatorida muomala qilib o'rganmaydichu. Ana o'g'an keyin bolalar bilan bo'lgan aloqadimi tug'ilgan bolalar turkcha gap qiladi, o'zi turkchani yaxshi bilmaydi. Ayda qilib ballama dekincha shu Uyg'ur tilini o'rgangan, bilgan sapaliq mana o'zining milliy g'ururi va ota-onani ko'magachga oldichu. Axir o'ma ikkinchi bir millat holatida o'zini his qilib, shuning bilan avtomatik osmonasi bo'lib ketadigan, bir Uyg'urni ko'rsa Uyg'urcha gap qilishni xohlamaydigan, yoki bo'lmasa u Uyg'ur o bola Uyg'urcha gap qilsa darhol "Voy sen tuzuk binas gap qilolmaydi ekansan" deb og'izga tovoqlaydigan bir ishlar mavjudchu. Shunga diniy tuspirib buninggacha undan keyin bunaqa Allohning tili arabcha yoki jannatning tili arabcha deb arabni ko'rsa ta'zim qilgan, arabni ko'rsa qattiq shu tili nimadan sholik oqib, quyruqlarini shipang'ishlab binas qilib ketadigan manda bir inson holati kelib qoladichu. Bu Uyg'urlarda emas, turklardan bor, boshqa millatlardan bor hozircha. O'rta Asiyada shu taraflar yuzlanyapti hozircha. Buning asosiy nimasi nima desa shu
Qur'on sirtidagi vahiy deb Hı hı. e'tiqod qilayotgan, bizga yuttirayotgan paralel bir din tüpeylidən buladı. Elbette. Şoňa da bu e, bek muhim hem düşün. Senin Elbette. degan ko'rsatgan nimalar uchun. Bununla diqqat qilmasak biz o otomatik osmonlashga bo'lib yo'qolib ketamiz ham düşün bundan keyin. Doğru. Biz özü burun tatmış şu programını başlagan tat bazı dep kıvatımız. Biz başka milletten kep kaldığan hiç kandak yerimiz yok. Yani başka milletten biz üstün mü demeyimiz hem tövenmemesi yani. Yani başka millet kandak olsa ulan bir insan, bizim bir okşaşlı insan. Bizim ulanın kep kaldık ya ki yukarı köydek bir yerimiz yok. Okşaşlı bir insan dep tunu sakla. O vakit ne boladı dese Arap kelgen çağdım. Arap degan kim o? Bizga o'xshashli bir inson. Uning tili arabcha xolos. Degandekilla u ish hammasi o'tirib chiqadi. Shu vaqtda uni alohida o'zi bilib ketmagandek keyin u bu odam arabcha so'zlasimi, uning o'zini olim deb hisoblamaydigan. Olim bo'lsa olim deymiz zaten. Arabcha bilib turib bir cho'ng bir olim bo'lsa olim deymiz. Hem ikki so'z arabchani bilib olgan yoki Qur'onni yodlab olgan odamning o'zi olim deydigan bir ishlar bizda mavjud. Qur'onni butunlay yodlab olgan Emma hiçni bilmeydi. Dinden hiçni bilmeydigan men qarqosak qarıylıva aşının özünü men aytam çoğ bir bilip gerdendi. Alim biz xapolup tek ola. Ölüma deyiş gerek onun özüne. Bundaq bir näsler mevcut da. Şunun için bu yerki näsne bu diye vaqtda biz özü başka milletni hakaretleş emas bu yerde. Özümüzni bilişimiz lazım. Özümüzdeki näslerge kıymetini bilişimiz lazım. Onu özü özümüzdeki näsindeki kadir kıymetiga özü yetişimiz lazım. Bu oňay kelgen näse emas. Bizning tilimiz näet özü bay bir til, bay degan oxşaş. Her qanday bir milletniki kitaplarını yoki olmaydı kinolaryny tercim qilsa, aşnaga yetip eşip keladi bizniki. Şu tercim qilgan, şu tercümanlar sözleygen bolsa, hamda hayran qalyqly hamda şundaq. Bizni öýdüme davamlı qalar yeňirden tercim qılıp atgan şu Yaponiyaniki, şu Avrupanyň, Hindistanyňky kinolaryny alqy az-azdan ayda tercim qilib qo'yib qo'ygan nimalar barki, TikTokda. Aşını görüp hayran qalyqda şundaq güzel tercim qılıqlyk hamda. Demek bizim tilimiz hammaga yetidike degan gap. Yetgendikin bu yerdeki näsini bolsa, biz onu yetmeydi qilib gösteriş, yoki balalarımızı to'liq öğretmezden onundakin öz balalarım Uyg'urcha bilmaydi deyishning o'zi u balalarning xatolig'i emas, bizning xatoligimiz. Balalarga ta'til vaqtida bir atal Uyg'urcha romanni, Uyg'urcha tilini nim qanday ekan, o'qishni o'rgangandan keyin bir atal Uyg'urcha romanning o'zini o'qib chiqaman desak, u balalar bir qatim, ikki qatim o'qib chiqqandan keyin nurg'un narsani bildi. Nimada o'zi ta'tilda misol bir yerim ay ta'til bo'lgandan keyin bir ikki tal kinoning o'zini, Uyg'urcha kinoning o'zini, qiziq kinodan beni qo'yib bergan bo'lsak, balalar shu yerda Uyg'urcha so'zlaydi. Demek bu yerda bizga nurg'unlagan aloyidlik bor. Ham bizga to'salg'iyotgan narsa nima? Bizniki tilimizga monopol tilimizni kontrol qilib olgan, monopol qilib olgan narsa nima degan vaqtda yana shu o'zi an'anaviy din. Men necha qatim shu programma dedik shu birodarlar bilan misolda Türkiye'de 100 ming atrofida Uyg'ur bor deb anlaymiz misolda. Türkiye'nin haqqasi yerlerde 100 mingdek Uyg'ur bor o'xshaydi rost. 100 mingdek Uyg'ur bor yerning o'zida bir tal o'zi bir televizor kanali. Hech bo'lmasa internetda bir narsa etib, o'shaning o'zida Uyg'urning kinosini, naqshi muzikalarni qo'ydigan bir narsa yo'q. O naqshi muzikani qo'ygandan keyin o bir qism molla chiqib o'sha haram, ma haram deydi, tilini chaynab. O nimaning haram ekanligini bilmaydi. Bu insonlarga nima ishga yo'l berdi desamni zodi shu vazir vaqtda shundaq g'azablanib ketaman-da. Uyg'urcha naqshiyasi haram, arabcha naqshiyasi o halol misolda. Bu qandaq bir mantiq endi. Shuning uchun bundaq o'z 100 ming Uyg'ur emas, 1000 Uyg'ur bayadimi? Amallı bo'lsa, ashundaq naqshi muzika deymiz, o'zimizning go'zal shundaq madaniyatimiz bor bizniki. Naqshi muzika, kino, ashundaq o'zi Uyg'urcha ishlangan kinolar yoki bo'lmaydi Uyg'urcha tarjim qilingan kinolar, ashundaq narsalarning o'zini bolalarga ko'rsatish lozim. Ko'rsatgandan keyin u vaqtda Uyg'ur tiliniki qanchalik o'zi go'zal til ekanligini,
o ifodalashda qanday go'zal ifodalay olganligini o'zini bila oladi. Undaq bo'lmascha desa, u bola nimani bildi oxirida? U yerda molla kesh harom deb nimaga to'yga olsaqmi, nazirga olganda qaytib kelamiz Turkiyada. Tamog'ini bir yo'qlagan bir narsani qo'ydi oldimizga, yeymiz bir tal suv Allah. Şunu bilan orliqqa nima o'tirg'a 3-4 molla chiqib oladi. Kechcha o'z rivoyat so'zlarni shu yerda qani zeriktirib oladi. Ey, o degan to'y. To'yning o'zida bor, nimada bor, mishkatning nimasida. To'y bo'lgandan keyin ataynakum fahayyana va hayyakum deganda naqshini aytib, daqdimboqni urib, mundaq o'z to'yini mundaq o'tkazing degan rivoyat bor. Nima deb biz o'zimizniki madaniyatini, o'zimizniki masalan, o'zi to'yni qanday o'tkazish nimalarning o'zini qila olmaymiz. Muşunun hemmesiniki beşik çıkıp olgan insanlar kim o dese? Mollalar. Yani şu bir kısım nahayet yaxşı mollalar var. O milli medeniyetimizge hürmet kılıdığan, onu düşündüğün. Lekin aşındak özü nahayet hurapi, radikal aşındak mollalar var. Bular çördüse milletin beşiğe nahayet eğir balavulukluk, milletimizdeki medeniyetdeki boğan özü göz qarashini suslaştırıp etkilik. Mesela Türkiye'de ballı keş Türkçe nakşı anlaydı. Nima uchun Türkçe nakşı anlaydı? Uyg'urcha nakşini anlayıp koymagandan keyin Türkçe nakşı anlaydigan gap. Sen o yerda o'zingning nakşini anlayıp koysa. Bu vaqtda u Uyg'urcha nakşini, Uyg'urcha o'zimizning madaniyatini tunishtirgan bundaq bir narsani qilmay, uni yo'l qo'ymiz desa, yo'l qo'ymagandan keyin uni tutgan yo'li Xitoy yo'li o'xshash. Uyg'urcha so'zlagan Xitoy deymiz buni. Yani aramizdagi o'zi Xitoy o'zi Uyg'ur nima aramizdagi Uyg'ur nima Xitoy bo'lib ketgan Uyg'ur mana shu yerga vaqt yoki Xitoy Uyg'ur so'zlagan Xitoy ya'ni degan ma'no chiqadi. Sen nima deb o'zimizniki til, urf-odat, madaniyatimizga o'zi ahamiyat berishga ko'ngil bo'lmaydi masalan bu odamlar. Necha qatim dedik buning o'zini. Masalan, hozir Qirg'izistonning o'zida mush Uyg'ur muzikasining o'zini chasi haram. Müzik çeliş haram deb aşı sakallıqның özü aşağıda öz toy-toykun bolsa müzik çalsang bolmaydı deb aşındaq öz elem qılıp ki. Bu nemi demek endi bu? Şu adam dinni bilgen bolamdı şu vaqtda. Acaba Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında Peygamber Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye baygan vaqtda Eşrekal bedru aleyna min seniyatil vedai vecebe şükru aleyna min liqaillahi da'i degan nakşılını eğitip, ya Resul salam aleyke, ya Nebi salam aleyke degan nakşılını eğitip durup, aşağı daplını çelip, Peygamber Aleyhisselam kütüp alganlık. Hemmeden bilidi bunu. Şu yerde, şu Araplar özünün depini çep durup, öz medeniyetine nem qıp durup, nakşılını eğitip, Peygamber Aleyhisselam kütüp algan. Peygamber Aleyhisselam, cüme ağzını çamma daplının özünü haram o demegen şu vaxtının özünde. Onu yaman nəsilik çası haram oldu. Payişe, yaman nəslərə tərəq qıldığan mundaq nəslik çası yaman oldu. Ama bizning şundaq güzel nakşılarımız var. Şundaq nakşılını eğitip durup, şunu dap, dutta, tamburunu çep durup, usulunu oynap qısa, nemiz yaman oldu misal. Bu özü nakşı müzikin çekleşinin özü mü? Tilniki bir qismini çeklegenlik. O nakşı müziki deganning özü, nakşı deganni, şiir deganni, nəhayət özü sözniki cevherlerini oturup çıkargan nəsi. Fasahatli sözlerini öz oturup çıkargan nəsi. Undaq olgandan keyin onu çeklegenlik nəhayət özü eğir bir özü milletniki bir tilniki yani nəhayət muhim bir qismini çeklegenlik olub hesaplandı. Şunun için bu yerdeki nəsi neymi dese, her xil sebepler bilen günah oldu, savap oldu, vakaza degan narsalar bilen milletning tilini monopol qilib olish o bir cinayet, o bir hıyanet olub hesaplandı. Bunun misal Qazaqstanda qanchalik bilmaymiz, Qazaqstanda aynıp ketdi deb anladık. Lekin bu molla o dinni bilish kerak birinchi. Tarixni o'qish kerak, payg'ambarning tarixini o'qish kerak. Payg'ambarning zamonida ashun chaqan bo'lsa, demakki o'zi yomon narsaga chelmay, to'g'ri narsaga dutta tamburni chelib, shu yer naqshini esitib bo'ladi-ki, deganning o'zini bilish lozim o'sha insonlar. Benim de biz Mısır'da okuyan, Palana'da okuyan, Pustana'da okuyan deydi. Uqaysa emas, bilişin gerek onun özüne. Ötkende aşı gapni qılıbdı, şu bir Qırgızstandaki bir qarindishimiz. Hazır muşa sakallıqlar, muşu toy-tokun, muşu sünnet toy deymiz, vakaza deymiz, aşındaq nurgulgan büyük toy deymiz.
bir milletning xo'shal bo'lgan kunim bo'ladi-ku. Kichkina bir hamda bir to'y qilgan vaqtida bir xo'shal xo'ram bir to'yda usullarni o'ynab bir naqshini chelib, naqshini aytib, dutar tamburini chelib qildigan bir kichkina bundaq bir xo'shalligim bo'ldi. Davomli biz motamda o'tamizmi biz Uyg'ur bo'lganligimiz uchun? Bundaq odamlarga yo'l qo'ymaslik kerak millat. Nim deb yo'l qo'ydi buni? Deganligi bir hisobma, ikki og'iz arabchani o'qib qo'ysalar shuni bilan o'zi u yerda moshun degan gap to'g'ri deb lekin u yerda gunoh bo'ldi degan lekin ashuni gunoh bo'lsa unda gunohning o'zida ishlayverish kerak unda gunohni. Agar bizning millatimizga, milliy kimligimizga, milliy ruhimizga, tilimizga o'zi besim ishlatadigan, uni cheklaydigan holatda narsa bo'lsa, gunoh bo'ldi desa, unda gunohning keragi yo'q bizga. Shuning uchun bu yerda gunoh qanday narsani qilsa gunoh bo'ladi, buni bilish lozim. Bu mo'lulning o'zi. Ya'ni biz shu naqshi musiqa degan mavzuda biz so'zildik shuni o'zini yomon mazmundagi narsalarga chalsa gunoh bo'ladi. Bir og'iz gap bilan aytgan vaqtida. Masalan, o'zi shunday yaxshi ittifoqqa, millatni qutqizishga, masalan, ilmga, ota-onaga yaxshilik qilishga, bir-birisiga yaxshilik qilishga, shunday bo'lgan o'zi millatni qutqizishga bo'lgan nurg'unlagan isil shunday go'zal naqshlarimiz bor. Shunday naqshlarni aytib, shu yer usulini o'ynab, qilsa buning nemisi yomon bo'ldi. Shuning uchun bu yerda tilga kelgan vaqtida tilni har xil sabablar bilan gunoh bo'ldi, savob bo'ldi degan narsalar bilan uning o'zini pardozlab, o tilni monopol qilib olishga millat bo'lish sifati bilan yo'l qo'ymaslik lozim. Ma yaqinda bir ishlayotgan yerda Qozog'istonlik bir akamiz bordi. 5-6 ay bo'ldi gapni anlaganim uchun. O'shanda vlog qildigan YouTube'da, TikTok'da shunda chiqadigan danglik influencerlar deb bor. O'shalardan birisi ham chechi boshda qashында yuradigan qiz bola ekan top. Bu oxiri bu islom diniga kirib, shuning bilan chachlarini yapadigan bundaq arabcha kiyinibchi bundaqchi. Yoki için hepsi değil. Tamamen Araplarning yusunda shunda qop-qora kiyimlarni kiyib aşı derecede nıqib ketibdi da bucha. Endi qo'shtirnoqchida qattiq taqvo olib ketibdi. Bunga 1 million mukofot berganligimda qildi. 1 million masalan qozoq tangisi desin bir 2 ming dollardek nima ekanda. Buni shu Facebook'larda boshqa yerda yaygan gapda, men musulmon bo'lgandan keyin men 1 million mukofot qilishdi, u bu debchi. Endi sen musulmon bo'lsang, cho'qim bir arabning kiyimini kiyib olishing shart emas qo'ydi uchun. Albatta. Bu mushu xil ishlar hozir shu pompa qilinib, pullar aşağıya yotqizilib, arablarning ta'siri kuchayapti ham uchun. Shu an'anaviy dinni to'xtamay tashviq qiladigan din savdogarlari o'rtaga chiqib hozircha xalqning kallasini qaymoqtiryapti hozircha. Albatta. Iyadagi qarindoshlar qattiq diqqat qilish kerak ekan uchun. Bo'lmasa ish chatoq. Arabning odatini biz ibodat deb bilib oldigan bunda ishlar chatoqda. To'g'ri. Odatni ibodat, din qatori hisoblab, andagi ashliq savob bo'ldi. Bu qanday gap endi? Ota-bobamiz misol bir qora kiyim meni opam hech bir zaman qora kiyim kiyganligini bilmayman. Nima uchun kiyimiz biz o arabning kiyimini? O o'zi kiyversin onun o'zini, o hech qanday o'ziga bo'laverdi. Masalan, tungallar bir koptu kiydi, ishtonni kiydi. Masalan, koptuning o'zini bir yampichini boshqaday qilib kiyib lekin ishtonni kiydi, tungalning xotinlari. Ondan keyin o'zi lechakni chigidi ketaverdi. Uni ham ash kiyimni kiydim deb kim kafir deya oladi? O'ziniki milliy kiyimi ash shu. Unda qo'yganlik ashni kiyib, yapadigan yerlarni ashni olib yeb qilsa, bo'ldi u musulmonchilikning o'zini islomning kiyim kiyish sohasidagi farzini ado qilgan bo'ldi. Bizcha desa, biz kelgancha arabning, farisning, turkning kiyimini kiyish bizga farz emas. Bizning o'zimizning shunday go'zal kiyimlarimiz bor. Ash kiyimlarimiz bilan biz Alloh taolo yap degan yerni yapdikmi? Bo'ldi, farzini ado qildik degan gap. Biz o'zimizniki o'zi arab musulmon emas, Uyg'ur musulmoni bo'lish o'zi bizga eng to'g'risi shu. Bu yerda bir islomga kirgandikinlar darhol arab bo'lish, arab bo'lgan vaqtda arabning kiyimini ichiga kirgan vaqtda islomning ichiga kirganlik bo'lib chiqmaydi u yerda.
Şoňa her millet öz tilide sözleş, öz kiyimini kiyiş bu en adillik hem özü akıl mantyky uygun hem haklyk bir näse. Emma bir millet bir näse kirgendikin onunkini kiyip elişiniň özü o milletki hyýanat kılganlyk, medeniýetke hyýanat kılganlyk bolýar hesaplandy. Yeni birisi ki İslam dini değil İslam dinine şu Araplardan başlangan. Hmm. Dep manda düşünüp aldığım bir işli var da. Ondan keyin şu dinni ügünüş üçün mesela Kur'an'ны en ahir kitap, en ahir Nebi ekegen kitap şuğan üçün. Hmm. Kur'an'ны düşünüş üçün işte Arap dilini bilmesek bolmaydı o. Tamam da hemme adamның çokum Arap dili ügünüş bir mecburiydi bağma eger. İslam Kur'an'ны düşünüş üçün şu. Bu Kur'an'daki hükümlerge emel kılıp yaxşı bir mümin bolup yaşaş üçün. Elbette endi bu ýerde Arapçyny ýaxşy bildigan adamlar Kur'an'ny ýaxşy terjim kılsa, toğry alat terjim kılsa boldy. Ay terjimesini okup kısa bolalardı. Bunu da hem adam Arapça biliş o şart emas. Çünkü o zaten hem adam Arapça sözlese o wagtda o Uygur tügep Arap bolup ketdi diýen gep. Şonuň üçin bu ýerdeki näse näme bolsa dini alimlarmy gatlyk dikkat kılıç gerek. Kur'an-ı Kerimni yani Arap terjim kılgan wagtda naýaty ýaxşy terjim kılıç lazım, toğry usulda terjim kılıç lazım. Millet İslamny ögünüş gelse şu terjim kılıngan näsini ögäs bulaverdi. İllaki o ýerde Arapça okup, onundaki Arapça sözläp durup sözlese o wagtda musulman boldygan. Bolmasa Arapça bilmese o musulman bolamaýan mundaq bir işler asla mövjud emas. Şonuň üçin bu ýerde sawap bolady, palan til özü dini til, Allah'ın tili, cennet tili degендek özü quruq gepler, quruq hikayeler bilen bu öz milletimizniki yani öz tilimizning özüni, milli tilimizni, milli kimligimizni namayan kıldıgan güzel tilimizning özüni bu ýerde ýoktup goýuş, bunu suslaşdyryş, bunu özü ikinci, üçinci özü derjege düşürüp goýuş, bu naýaty tilimiz kılıngan bir hakaret, ejdatlarımızdaki mirasy kılıngan bir hyýanat bolýar hesaplandy. Allah Taalanyky aýetige, ayet depdi bunu Allah Taala. Özüniň bar we birlik kılıngan birligi karta bir delil depdi. Aş delil karta Allah Taalanyň delilini öz köz gelmeganlygy bolýar hesaplandy. Bir sual sorsam bulam dini bir. Boldy. Ja sorap ketdim. Bugün biraz mühim bir tema bu şu. Mesela Sure İbrahim'in 4. ayetinde ve ma ersalna min resulin illa bi lisani kavmihi li yubeyyine lehum ayetin aksi feyuzillillahu men yeşâ ve yehdi men yeşâ ve huvel azizul hakim depdi. Bunun ama 4 tane tercümesi varken bir yerde mesela ben Enes alimdekini okuyayım. Biz her elçini öz kavmige bayan kılışı üçün öz kavminin tili bilen elçilikni yetkizdigan kılıp evetdik. Andın Allah halagan kişini azdırdı, halagan kişi hidayet kıldı. Allah azizdir, hikmet bilen iş kılgıcıdır. Mayadaki endi ezip gitti iş ya ki hidayet tepişinler asaslık sebebi nimiken dese üzünün tili de şundan ama elçinin ekegen nesline üzünün tili de ügenmegen vaxtıda. Ya ki şu İslam dini ya ki Kur'an-ı Kerim şu milletinin şu kavminin üzünün tili de düşündürülmegen vaxtda kanda oldu dikemiz şu çap ezip gitti dikemizde. Ben bunda düşündüm doğru mu bu düşünüşüm? Doğru. Çünkü öz tilde onu düşünmegenden keyin başka milletin tili de o bütün avam halkının hemmesi başka milletin tilini bilmeydi de bilmegenden keyin bu onun özüne düşünmeydi diýen gep. Mesela biz kiçik wagtda benim apam şehadet kelimeleri we keza aşu elhamdu diýmiz sure Fatiha uşak söýülme şu kul Allahu ahad kul auz birabbil falaq diýendigi Kur'anyň ahyrky 10-15 sörelerini hemmesini şu apam ýada uzgan maňa kiçik wagtymda.
Ammo opam arabcha hech qanday narsa bilmaydi misol. Hech qanday o'z bir so'zni bilmaydi. Hem aşağıda bana dinni öğütüvatkan boldu da, hem öğretken boldu şu Kur'an'daki ahirki sörelerini yada ağızışı arkalık. Men o sörelini yada aldım. Lekin onu da hiç kandak näse bilmeyim. Demek bu yerdeki näse nemeke diye vaqtida öz tilida bir näse yeziliş gerek. Yani alimlarniki, bizdeki alimlarniki en cahil terpi neme diye vaqtida bir yer keleyli. Bir mesele kelgan vaqtida bir-birimizni haqorat qilmay, aş meseleni o'rtaq bir yerga kelib yashayli, hal qilayli. Kitobni ashundaq o'zi yozayli. Men Anas hojimga degan uning o'zini. Men bir o'zi Qur'onni tarjima qilgan bir ishni chiqarmay, mush til tarjima qiliblar, mushuni o'zi ikkimiz birlikda o'tirib yaxshi bir ko'rib chiqayli. Balki men bir yerga ko'z qarashimni o'tirib qo'yaman, ashtaq qilish orqali bir tuluqlab unidekini chiqarayli. Desem onu aldırıp çıkarıvetti adam. Çıkarını Allah razı olsun. Lekin bu yerdeki narsa nima degan vaqtida yaxshi shu diniy soat yaxshi o'qigan insonlar bir yerga kelib Qur'onning o'zini keng doira qilib, keng doiralik ashundoq o'zi tarjima qilsa, tafsir qilsa, andagi xalq sunsa, o xalq uning o'zini o'qib, din degan nimaki uning o'zini tushuna oladi. Hozirgi vaqtida masal nada degan vaqtida şu olimlar bo'ladi. Olimlarning o'zimi din nima tushunmaydi. Birinchi masala shu yerda, uning uchun bu yerda tarjima qilgan narsalarning o'zimi palpat shu bir narsani tushunga bo'lmaydi. Shunga bu yerdagi o'zining ham nima bo'lishidan qat'iy nazar, yana ash Qur'onning tarjimasini o'qisa, arabcha o'qiganda mingaza yaxshi, arabcha o'qisa zaten hech nima tushunmaydi, nol o tushunishi. Ammo uyg'urchasini o'qisa, har holda biroz olsun tushundu. Undaq bo'lgandan keyin shu uyg'urchani o'qib, shu Qur'onning yilga shu Ramazon vaqtida Qur'onni xatm qilgan odamlar bor, kunlik nachinam qilib shu 3-4 qatim o'qib chiqdim degan odamlar bor. 3-4 qatim Qur'onni o'qib chiqishga hojat yo'q. U bosh Qur'onning tarjimasini shu boshdan oxir qilib turib, shu zodi ko'ngil qo'yib turib, ana bir qatim o'qib chiqsa, nurg'unlagan diniy sohadagi ma'lumotlarga ega bo'la oladi. Shuning uchun qarindoshlarimizga deydiganimiz o'zimizning tilda bo'lgan narsalarga ahamiyat berish, o'zimizning tilga ahamiyat berish, avlodlarimizga o'zimizning tilni nihoyat yaxshi o'rgatish bu nihoyat muhim vazifa gardimizdagi. Agar uni qilolmasak, u vaqtda biz Uyg'urlik da'vosi qilishga hech qanday salohiyatimiz qolmaydi. Allah razı olsun. Ahmetciğim ben soramayı sualını. Senin sual o soranla başka yerden kelgen sualı bağmadış. Sonu.
Xasdır. Allah Allah Allah. Hı. bu bu sualning o'zimi hamda xato bir sual bu. He. Sual xato bo'lgandan keyin buniga asl javob berishmi o'zi to'g'ri bo'lmaydi aslida. Misol, Arab oyatdan birisini o'zini tarjima qilgan vaqtda buning dalili, buning to'g'riliqi dalili nima yoki ash tarjimasi ekanligi dalili nima degan gapning o'zi, masalan, inglizcha men noyayman degan gapning o'zini uyg'urchaga shunday tarjima qilsak, buning dalili nima deganda hali bir gap hamda. U vaqtda bir ingliz qilib berib desa, bu mantiqsiz savol deydi. Hech qanday qoidaga tushmaydigan halqi nima deymiz buni o'zini? Ayndaq bir narsa deydi-da endi. Shu bu bundaq narsaning o'ziga halqi bu burun bo'lgan bundaq gaplar. Buning dalili nima? Hozirgi vaqtda Qur'onniki Allohniki so'zi ekanligi dalili nima deydigan gaplarmi o'tirib chiqyapti-ku. Umi o'tirib chiqyapti. U uning dalilimiz yo'q. Dalilimiz nima degan vaqtda faqat bir dalil Qur'onniki o'zi, ya'ni Qur'on bir to'g'ri bir narsani o'tirib qo'ya olganligi, Qur'onda bir insonlarga to'g'ri bir narsani ko'rsata olganligining o'zi bu Qur'onniki haq bir kitob ekanligi, Allohning so'zi ekanligi ashadni o'zi nima qildi. Bo'lmasa uningga hech qanday bir dalil boshqa biz mana guvoh Alloh taolo mushtaq qilgan vaqtida degan hech qanday narsa yo'q. Yana bir taraf nima desa, Qur'onga o'xshash bir kitobni insonlar keltira olmaganligining o'zi bir dalil endi. Mana aytgan vaqtida. Ayndaq bir dalillar bor. Bu yerdagi bu mavq Qur'ondagi oyatning tarjimasi ekanligi nima dalili bor degan gap endi bu faqatlalqi bir hech qanday qoidaga tushmagan bir savol. Buniga javob berishning o'zi bir nima endi. Javob berishga hojat yo'q bir narsa-da mana aytgan vaqtida. Asli muddao g'arzi haqni tepish bo'lsa, bundaq bu ko'chalarga kirmaydi, bunda shekilli kirmaydi. Asli bu yerda maqsadi nima desa, asli muddaosi. Sen buni dalillayolmagandek, shu ishonishga majbursan deydi-da. Mana Qur'on ishongandek, hadisga majda ishonishing kerak deydi. Asli masalan bir oltin desak, bu oltin otamdan, bobomdan miros qolgan oltinmi shu deb ko'rsatgan Bu odamlarga nonni ko'rsatsak, ma non desa bu non deydigan nima daliling bor deganda bir gap. Kichik bo'ldimi o'ta? Endi insonlar har xil bo'ldi. Endi masalan, sizlar ovoz yo'q, bizda ovoz anlatimiz yo'qmi? Endi Ovoz bor. Ovoz bor. Masalan, İbrahim alayhissalom bilan Musa alayhissalomning Allohdan so'rgan savollari bor. Odamlar o'ylasa kichik bolaning savoli-chu. Ya'ni kichik bola so'raydigan savollar. Uning qarab insoniyatning aqli ash kichik bolalikdan pishqan odamiylik davri qadar jarayoni o'xshaydi degan yakilda Payg'ambar alayhissalomning davri insoniyat aqlining balog'at davriga to'g'ri keldigan o'xshaydi deydi. Nimada ashuna his qildirdi. Shunga oxirgi kitob shu chaqda tushirilgan ekan debmi qoladi odam. Demak, shu o'rnida aql agar haqni tepish muddaosi bo'lsa, albatta undan qilib tegi chiqmaydigan savollarning orasidan buning bilan gap o'ynatib, haqdan qochadigan bunday yo'lga kirmaydi-da. Albatta. Bugungi tema munosabatli ham muhim bo'lgan bir masala, har qanday bir millat yoki bir inson o'zining asli ona tili bilan tafakkur qilgan vaqtida eng yaxshi tafakkur qila oladi ekan. Bu zaten ilmiy isbotlangan narsa. Bizning ulamolarimiz ham
hozir qadar bizga dinni yetkazganlik nimasi bilan rahmat deymiz. İşte deb keldik ham. Xato bo'lsinmi, undoq bugun kelib xatolikni tushundik. Lekin mishada boshdan yoq bir ko'rilayotgan xatolik nimada desa, bu kishilarning ko'pinchisi maktabda o'qimagan ekanda. O'zimizning ona tiliga pishiq emas ekan. Ashta bo'lganligi uchun aşı chala tili bilan tashqi dunyoga chiqib, anadaki boshqalarning tilini o'rgangan chog'da u aşı tilini tafakkur qiladigan bosqich o'tib ketib qoldi ekan. Masalan, buning alomati nima desa, navada uning yanida o'tirib qolsak, u odam bir konferans qildik yo bir yig'in zalda yo bir muzokara qildik, dars qildik. U odam shu chog'da ishlatgan yiziq qaysi yiziq qarab baqsa bo'ldi. Aşağıda aşı ana tilde yazgan bolsa aşı yiziqlarını. O aşı ana tilde tefekkür qilgan kishi ekan desek bo'ldi. To'g'ri. Agar arabchada yoki inglizcha yoki boshqa narsa yozayotgan bo'lsa, uning tafakkuri shundan boshlangan bo'ldi-da. Uning ana tili bu. Aşağıdan bilindi ekan. Bu meni diqqatim chekkan bir masala. Endi demak, ana tilga ham bo'lganligi uchun boshqa tilni o'rganib kelib, ana tilimizga aqtaygan chog'da xuddi shaxti pishmagan qozonda pishmas degandek, onun aşı çağda öğrengen narsa ham keldi ekan bizgacha. Elbette. Shu noktada biz qaytadan diqqat qilishimiz, o'zimizga bir qayta qarab boqishimiz kerak ekan. Barliq shu o'zi bilaman deydigan do'stlar qayta qarab boqishi lozim ekan. To'g'ri. Mening bu vaqtim shunchalik qo'shadiganim rahmat. Yeni bilse bizdeki acayipçe kurbanlıklarını beğendik için İslam dinini öğrenmemiş, İslam dini boğması Uygur milleti saklanmaydı. Bu bizi saklavatkan şu din, bu dep hemen senin şu din gönüme kılmadep. Ahire dinini kılmadep Arap tilini öğrenişinin üzerine en çok ibadet. O dinini öğrenip boğuca, Arap tilini öğrenip Kur'an'ın yeni kip boğuca nurgu yıllar gitti o. Hatta Kur'an bilenme. Bir adam Uygur tilida o'qib yüzücü tercümesini düşençi gibi kilenmeydigan ni alimlerimiz var da hem düşün. Elbette. Hazır gapni tushuntiriblamatimiz go Uygur tilida so'zlabmichu. Bu şu Arab tilini o'rganishning o'zi din o'rganishning o'zimi. Mana deb qarab nurg'un adam tutib ketdi, nurg'un qurbonliklar berildi-chu. Bunun qanday qaraymiz masalan? Ya, Arap'ta öğrengelik, din öğrengelik emas. Mesela Arap'ın hemmisi dini alim emas. Nima degan vaqtda Arap'ın hemmisi Arapçını biladi. Ama Arap'ın hemmisi şu 300 milyon atrofidagi Araplar hemmisi o nima emas? Dini alim emas. Dini alim bo'lish uchun Araplar yani berib shu maktabda o'qish kerak. Masalan biz Uyg'urcha yozilgan matematik, fizika, nurg'un kitoblar bor. Tarix nas kerak Uyg'urcha. Biz aşı kitapni o'qimay turib tarix bilimiz deyolmaymiz mesela. Şu fanda o'qimay turib şu fanning egisi bo'lolmaymiz. Shunga o'xshash bu dinmi bir fan, bir ilm. Bunu o'qimay turib arabcha bilganligi uchunla u o'zi bir olim hisoblanish u aslo mumkin emas. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, biri arabning kitoblarini, arab yozib qo'ygan kitobni hammasi o'qish bir ayrim bir narsa. U o'qiganlik hisobga kirdi. Lekin uni bilib, uni bir yakun chiqarish, bu mandaq narsaga deyish u ayrim bir narsa. Bizniki diniy olimlarimizdagi yetersizlik aşı shu. Yamanca kitap o'qiydi. Birisi mush Madina turgan bir og'inimiz bir vaqtida "Aslan meniki shu men tafsir kabirni o'qidim" dedi. Tafsir kabirchilik bir kitobni o'qimaganlar, u degan 24 qism kitob deb boshladi-da, yama yo'g'on kitob o'xshaydi u tafsir kabir degan ekan. Shuni olib men bir savol qo'ydim. Shuni savolga javob bermay yo'qolib ketdi. Demek bu yerdeki narsa nima desa, tamam tafsiri kabir bo'lsin, nim bo'lsin, nurg'ulg'an tafsir, nurg'ulg'an olimlar yozgan kitob va kazan o'qish bu bir narsa, bir ayrim bir narsa. Uningdan to'xtab turay, ma'u rost mandaq narsa ekan juma ma'u deb uningdan bir yakun chiqarib, uningdan o'zi uningdan foydalanib va xalqqa mariya mandaq narsa juma deb uningga xalqqa mandaq to'g'ri yo'l ko'rsatadigan qarta bir narsani o'ttirib qo'ya olishi bu ayrim bir narsa. Mesela hazır halal haram meselesi kelgan vaqtida nima halal, nima haram? Uning sababi nima? Şunun o'zini tek o'tirib chiqarib olmoqlik. Saqal, burutni tek boshqa chiqib olmoq. Tarat masih qilsa qanday bo'ldi? Qilmasa qanday bo'ldi? Saqallik qancha, saqal yo'q qancha deb
Hazırgachilik shu tarat farz, taratni hal qilinmoqlik misol. Bundaq bir din olam dunyoda. Nima uchun hal olmaydi degan vaqtda o'qib qo'ygan, uning o'zini xuloslamagan bir tarafdan, yana tarafdan o'qigan kitoblar yamanjiq. A kitob qarisi bilim deb turgan, ma kitob qarisi bilim deb turgan, A mazhab bishim deyotgan, ma mazhab bishim deyotgan. Shuning oxirisida o'zi hech qanday bir yo'lga tava emas, ardi qolgan bir inson bo'lib, shuning bilan bizga javob bergan vaqtida ham qosniki degan gapi bo'yicha javob bersam bo'ladi deb o'ltirlashadi. Bu endi intayin ahmoqona bir o'qish endi. Shuning uchun biz davomli deb kelayotgan narsa nima bo'lsa, dinning asosi Qur'on. Qur'on bo'lgandan keyin hamma narsa Qur'oni Karimga tatbiqlash lozim. Zaten o rivoyat, o xalqning yozib qo'ygan kitoblarni Qur'onga tatbiqlab yurishning hojati yo'q. Uni tatbiqlab yurganning o'rniga Qur'onning o'zini bilib chiqarsa, boshqa masalalarni Qur'onga tatbiqlab o'rgana oladi vaqtida. Shuning bilan o'zi boshqa insonlarga Qur'on orqali javob bera oladigan, Qur'on orqali yo'l ko'rsata oladigan bundaq holat shakllandi. Endi uning o'zini arabcha o'qib qo'yib lekin uningdagi hamma narsani Arabiston turganda xiyol qilib, bizniki jiq ham hozir ma kelar qatimda men yozib qo'ygan, monopol qilingan tarix deb ashundan o'zini qilaydi deb. O tariximizda misol tarixni o'rgatdisi shu sahobalarniki, payg'ambar alayhissalomniki, o Arab sulolalarniki, shu qahramonlar olimlarniki tarjimasning o'zini tarixni o'rgatib shu millatning o'zini zeriktirib olgan gap. Özümüzün yok mu? Çünkü bilmeydi bu adamın özü. Uygur'un qancha özü nime devlet kurgan Uygur'lu dese, Qaraqallığa verip toxtaydı, onun nerqisini demiş demeyse dese, o kapırlar onu biz itiraf kılmayımız dedi Allah'a. Bunda şerefsizler var da bizim aramızda. O kapır olsun, nim olsun, o bizim ecdatlarımız. O kapır vaxtda şundaq çoğun devletlerin imperiyanı kurgan bizim ecdatlarımız. Müslüman bolduk degenden keyin qilib qolgan kunimiz ma'u. Shuning uchun o tarix o'rgatishma ashunda hamma narsani arabnikini masalan monopol qilib olgandan keyin bolalarga bir narsani o'rgan desa, shu arabnikini o'rgandi, arabnikini so'zlaydi, keyin Abu Bakr, Umarni so'zlaydi, qahramonlarni qilish kelsa, bu nihoyat o'zi cho'ng bir xatolik. Cho'ng bu yerda bizniki davomli deb kelayotgan narsamiz nima desa, birinchi bo'lib har narsada o'zimiznikini o'rganishimiz lozim. O'zimiznikini bilishimiz lozim. Onun eşip qalsa başqa millatlarga o'rganish va boshqa millatlarnikini tadqiq qilish bu to'g'ri bir narsa. Ammo o'zingnikini bilmay turib boshqa millatlarniki eslash va o'zingnikini kichik ko'rib boshqalarnikini cho'ng ko'rish bu intayin cho'ng o'zi jinoyat hisoblandi. Millatni qaymoqtirish hisoblandi misol. Mana bu qatim anglayaptimi? Biz o'z Alloh nisb qilib mana Sham diyoriga keldik. Ulug' hamda shundaq ulug' bir ekan hamda o. Aşındaq yer keptimişler bizniki qarindoshlarimiz Shamda turayotganlar. O Sham bilan bu Londonning nima farqi bor? Sham bilan bizniki Sharq Turkistonning nima farqi bor? Qashqar, Xotan, Urumchi, Kuchalning nima farqi bor misol? Hammasi Alloh taolo yaratgan bir yer o. Boshqa hech qanday ortiqchiligi yo'q uning. Hem aşağı bağlılık için o nima ulug' bo'lib qolgan o yer desa, Umayya sulolasining başkent aşağıda bo'lganligi uchun, Shamda bo'lganligi uchun, aşağıni ulug' qilib ko'rsatgan rivoyatlarni to'qiyotgan. Shu rivoyatga asosan ular aşağıni ulug' deb turibdi-da. Aşağı uchun kurash qilibdimishlar. Ulug' bir yer uchun kurash qilibdimishlar-da. Bizniki vatanimizcha poq eqib turgan yermikan o? Biz shu vatanimizning o'zini ulug' vatan degan vaqtida, ulug' vatan ekanligini biz qalbimizga singdira olgan vaqtida o vatanni ozod qila olamiz. Nimda biz xalqniki vatanning o'zini biz ulug' deb tilimizni chaynab yurimiz misol? Shuning uchun biz har narsada milliy ruh, milliy kimlikka ahamiyat berishimiz lozim va milliy o'zi xosligimiz va milliy har xalqi milliy egdorchiligimizga doir narsalarga nihoyat ahamiyat berishimiz lozim. Yani vatan degan vaqtda Arabning tuprog'ining o'zini ulug'laydigan bundaq ishlarni tashlab, o'zimizning vatani bor u yerda. Biz o'zimizning vatandan chiqib ketganligi uchun xor bir nimada yashayapmiz hozirgi vaqtda. Ha qancha unda kulib yashasakmi yuragimiz kulmaydi bizniki. Shuning uchun bu yerda biz har narsada tilimiz olsun, madaniyatimiz, urf-odatimiz, tariximiz olsun, har narsada birinchi o'ringa o'zimiznikini qo'yishimiz lozim.
unikini o özümüzünü bilip bolgandan keyin, ögünüp bolgandan keyin özümüzniki ruhiga singdirip bolgandan keyin boshqa millatlarni ögünüp, andan keyin onun o'zi palani mandaq qilib desek bo'laverdi. Ammo asla boshqa millatniki o'zimiznikidan ustun bo'lishi asla mumkin emas. Allah razı olsun. Hatta tamam da Kur'an-ı Kerim Araplarning tilini saqlanib qolishiga bir sababchi bo'ldi deydi. Ama Türklerninki Türk tilini saqlab qolishiga sababchi bo'lgan narsa nima desa, Mehmet Qashqariyning yozgan Türk tillar divani. Hatta Arapça diye yazıldı onun için. Ha, Değil ya? ha, Araplar ügensin mani depçi. O çağda hakimiyet, e, memuru işler, nimeler, Arap, Türk, Türklercik, nimede igellep ketkeşke, her kaysı saha düşün, şu imperiyada. Ondan keyin Araplar Türk tili öğrenişke, Uygur tili öğrenişke mecbur olganda, onu andan keyin bizning ata-bobolarimiz Mehmet Qashqari aynan yezip berganda Arapçada. to'g'ri. Acayip işler. Aş nemedema Uygur Soğuk şirketinin kurgucusu Alim Hayat'ın bir gibi var. Bir makalesi var hatta şu şeyde şu. Şu özününki Uygur tilini yaxşı kögen kancınca ahmak buludu demde aşınarak bir nemede nemesin isim alamadım. O makalede mi şu Uygur tilininki ne kadar matematiklik bir til ekanligi. Bir söz bir tüp sözden neçelegen sözlerini yasaklı bulduğu. Mesela Türk Arapçada neçti 28 mi de? Harfi. Harfi elik nimisini türleydi o bir xil Aşağı 28 mi aşağı? türlenişi. Pilnin Türleniş bir türlenişi. aş türleniş nimisi var tüp sözün yasap o nima qiladi o. Ba Uygurçununki onundan mı köp türleniş şekline bağlı. 190 neçinin gibi ne kıldı. Hatta şöyle Excel'de işlep kıtken formulası tüzüpçü. İşte makalı var mı? Dep okusa hakikaten Uygur tilinin hazırki vaktimin da bir hornup kaldıgan bir til emasligini tushundiribdi. Bugun til qarata bir nima boğaçqı buni so'zni deb qo'yishga to'g'ri keldi. Chunki biz o'zimizningkini qimmatini bilmasak, o'zimizning tilini bilmasak, o chog'da xo'rlanamizda, xo'rlik ish qilamizda. Neylanda bo'lsa bugun yana boshqa qaytib qo'yadigan gap bo'lmasa, Qaytib qo'yilgan gap, hurmatli qarindoshlar, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan qarindoshlar, hammamiz o'zimizni Uyg'ur deb qaraymiz. Uyg'ur bo'lish uchun Uyg'ur tilini bilish, Uyg'ur tilida so'zlash va avlodlarimizga Uyg'ur tilini o'rgatish nihoyat muhim. Shuning uchun biz balalarimizga ham o'zimizni hech kim o'zgartirmaydi, balalarimizga shu Uyg'ur tilini uyda so'zlash orqali balalarimizga o'rgatish bu nihoyat muhim. Chunki meniki Norvegiyadagi bir voqealikni necha qatim dedim. Aş yasliga balalarim bergan vaqtida uyda qaysi til so'zlashlar degan vaqtida shu balalarimiz bundaq hozir Norvegiya ancha til chiqdi deb biroz gapni qilib qolibdiman. Nima qilsam, yaslida ishlagan xotin deydi. Uyda sizlar o'zingizning tilda so'zlanglar. Agar o'zi keyin bola cho'ng'igan vaqtida, vatanliga borgan vaqtida urug' tuqqanlar bilan qanday o'z aloqa qilishadi? Uning uchun o'zining Uyg'urligini saqlab qolish kerak. U bolaga biz yaslida bo'lsin, maktabda bo'lsin o'zi u Norvegichani sudek o'rgatyapmiz. Ammo o'zing tilini unutib qoldi. Uning uchun sizlar uyda faqatla o'zing tilda so'zlanglar. Bolaga tabiiy holda nima o'zing tilda o'zi nima chiqadi deb boshladi deganda. U gapni ta'sir qilgan, ammo men shu o chin turuqliq shuning bilan o'zi bu bolalar hammasi chet el tug'ilgan bolalar, hammasi Uyg'urchani shunday yaxshi bildi. Demak, bu yerdagi narsa nima desa ota-ona masala. Uyda faqatla Uyg'urcha so'zlab tursak, u bolalar uyda o'zi birisi so'zlashga vaqtma uyda Uyg'urcha so'zlaysa deb o'z qonunni bekitamiz. Bolalar uyda Uyg'urcha so'zlagandan keyin o avtomatik holda Uyg'urcha til chiqadi o bolalarga. Ham sirq chiqqan vaqtda o'ziniki do'stlar bilan va akazalar bilan o'zi shu yerlik millatning tilida so'zlashish u hech qanday narsa emas. Ammo uyda shunaqa ahamiyat berishimiz kerak. Balalarimizga o'zimizning madaniyatini, urf-odatimizni, tariximizni o'zimizni Uyg'ur tilida tushuntirishimiz lozim.
Uniki bizning o'z tilga, madaniyatga, tarixga nihoyat boy bir millat ekanligimizni balalarimizga biz singdirgan vaqtda u balalar o'ziniki uyg'urib dunyoga kelganligiga faxrlandi misol. Boshqa millatlarniki o'z madaniyatini qabul qilmasam o'zining yetarlik madaniyatining borlig'ini his qiladi. Shuning bilan u balalar uyg'urlikni davomlashtirdi. Shuning uchun biz avlodlarimizga uyg'ur ruhini singdirish, uyg'urlikni singdirish, uyg'ur madaniyatini singdirish bu nihoyat muhim. Shunga ahamiyat bersak bo'ladi. Biz shu programmada davomliq o'zimizniki milliy kimlikka akib to'xtamiz bu masalaning o'zini. Chunki din sohasida biz milliy kimligimizni qanday saqlab qolamiz degan nimada. Shuning uchun bu din hech bir zaman bir millatniki milliy kimligini yo'q qilishga o'rindigan bir narsa emas. Aksincha o'zi har millat o'zining milliy kimligi, tili bo'yicha o'zi so'zlash, milliy madaniyati bo'yicha yashash bu Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan bir prinsip. Buni xiyonat qilish Alloh taolaning oyatiga xiyonat qilganlik bo'ldi. Milliy mavjudligimizga xiyonat qilgan bo'ldi, ajdodlarimizga xiyonat qilgan bo'ldi, millatimizga xiyonat qilgan bo'ldi. Shuning uchun biz bu xiyonat qilmasligimiz lozim. Qilmaslik uchun balalarimizga bu tilni yaxshi o'rgatishimiz lozim. Rahmat. Allah razı olsun. En mühim gap mesele dediler. Bunu dini asasıp eğitip öttüler. Şu til, şu bir ayet, bir Allah'ınki ayeti. Andavan iken biz özümüzün Uygur tilini saklap kaldık. Yani onu yuqatqanlıqның özü Allah'ın ayetini yok qılıp etkendek bir iş, günah ekenligini, xiyanat ekenligini aytip öttüler. Bunun üstügeni başka gap qilib bo'lmaydi. Allah razı olsun. Ayet yaxşı ders oldu. Rahmet. Hem de 2 saat tarix to'g'ri gap qildimi? Monopol qilingan tarix. Tamam. Monopol qilingan tarix degan dersimizde 90. Kur'an'dan nazar programınınki 90. dersi monopol qilingan tarix da görüşümüz inşallah. Rahmet sizlarga. Ahmetcan kardeşimizden Allah razı olsun. Nəhayət yaxşı bizga sorularni hazırlab berýärdi. Rahmet Ahmetcan. Mağılamsa Allah'a emanet. 90. kısımda görüşküçe aman bulunlar. Görüşkenden kimi aman bulunlar. Allah'ın özü amanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.